Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 20, 21, 22 biletlar tahlilini ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. 20-savolning birinchi 20-biletning birinchi savoli. Qaysi transport vositasining haydovchisi birinchi navbatda harakatlanishda ustunlikka ega? Qarashinglar, maxsus transport vositasi bilan birga yengil avtomashina kelgan. Maxsus transport vositasini chirog'i yongan. Lekin uning chirog'i sariq rangda bo'lganligi uchun u hech qanday imtiyozga ega emas. Oldingi testlarda ham tahlil qilganmiz. Chalg'ituvchi savollar bor. Zargori rang va sariq rang bilan jihozlangan sariq rangli maxsus miltillovchi chiroq bilan jihozlangan transport vositalari harakatlanishda ustunlikka ega bo'ladimi degan savol qo'yilgan. Yo'q degan javob berganmiz. Sababi faqatgina ko'k va qizil miltillovchi mayoqchali chiroqlar bilan belgilangan jihozlangan maxsus transport vositalarigina imtiyozga ega bo'ladi. Bu holatda esa yo'q. Demak, o'ng qo'l qoidasiga rioya qilamiz. Yengil avtomashinaning o'ng tarafi bo'sh, demak u birinchi harakatlanadi. Undan so'ng maxsus transport vositasi harakatga keladi. Bu belgilarning qaysi biri bir tomonlama harakatlanish yo'liga chiqishni bildiradi? 1 va 5 bo'ladi. Qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat etiladi? Ushbu holatda barcha yo'nalishga harakatlanishi mumkin transport vositasi. Chunki ko'rishimiz mumkinki, o'ngga burilishi aniq, ya'ni V yo'nalishga, to'g'riga esa uzluksiz chiziqni oldida uzuq sidirg'a chiziq mavjud. Bu degani bemalol uni bosib o'tishimiz mumkin, kesib o'tishimiz mumkinligini bildiradi. Demak, barcha yo'nalishga A, B, V yo'nalishlariga harakatlanishimiz mumkin. Quyidagi hollarning qaysi birida temir yo'l kesishmasiga kirish taqiqlanadi? Svetoforning taqiqlovchi ishorasi yonganda, shalakbon ochiq turgan holatda. Qishloq xo'jaligi mashinasini mexanik transport vositasiga yuklab olib o'tish holatida. Tezlik 8 km/soatdan ko'p bo'lgan transport vositalari. Demak, svetofor taqiqlovchi ishorasi yonganda, shalakbon ochiq turgan bo'lsa ham biz kirishimiz mumkin emas. Avtomobillar chorrahadan quyidagi tartibda o'tadilar. Xo'p, ko'rishimiz mumkinki, uchala avtomashinaning ham harakatlanish yo'nalishi bir-biri bilan kesishmaydi. Shu tufayli biz bu holatda uchovini ham birda harakatda keltirishimiz mumkin. Demak, uchalasi bir vaqtda harakatlanadi. Yo'lovchilarning va mahkamlanmagan yukning shiddat bilan oldinga surilib ketishiga nima sabab bo'lishi mumkin? Albatta, keskin tormoz berishimiz sabab bo'ladi. Orqaga ketsa, demak biz gazni bosgan bo'lamiz, keskin tezlikni oshirgan bo'lamiz. Kunduzgi vaqtda transportning oldi yoki orqa tomoniga 1 metrdan ortiq chiqib turgan yuk qanday belgilanadi? Diagonal bo'yicha qizil va oq almashuvchi chiziqlar bo'lgan taxtcha yoki bayroqchalar bilan. Xuddi shu javob bo'ladi. Bu savolni javob bilan yodlab qo'yinglar, tavsiya qilinadi. Bu yotuq chiziq quyidagi vazifani bajaradi. Maxsus piyodalar yo'lkasini bildiradi. Yo'q. Velosiped yo'lkasini umuman yo'q. Piyodalar o'tish joyini bildiradi. Chiziq yo'naltirgichlar piyodalar harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi. To'g'ri. Sirpanchiq yo'lda karburyatorning Drosel zaslonkasini keskin ochish qanday xavfli oqibatga olib kelishi mumkin? Albatta, avtomobilning yonga sirpanib ketishiga sabab bo'ladi. Buni ham yodlab qo'yishingiz tavsiya qilinadi. Yuk avtomobilning yukxonasida qancha miqdorda odamlarni tashishga ruxsat etiladi? Tashilayotgan odam soni o'tirish uchun jihozlangan o'rindiqlar miqdoridan ortiq bo'lmasligi kerak degan javob to'g'ri bo'ladi. 21-biletga o'tamiz. 21-bilet. Yechilgan javoblarga e'tibor qilmaysizlar, chunki bizda short videolarimizda 56-biletgacha javobini yechib qo'yganmiz va taqdim qilganmiz. Xo'p, 21-savol, biletning birinchi savoli. Yaltirovchi ko'k mayoqcha. Mana boya esingizda sariq rangli va zarg'oldoq rangli mayoqcha haqida gap ketgan. Bu yerda esa ko'k deyapti. Yaltirovchi ko'k mayoqcha va unga qo'shimcha maxsus tovushli ishorasi yoqilgan transport vositasi sizga yaqinlashib kelmoqda. Siz shunday transport vositasiga qarshi harakatlanayotgan bo'lsangiz nima qilishingiz lozim? Yo'l yoqasida yoki qatnoq chetida to'xtash, mayoqcha ishorasi yoqilgan transport vositasiga xalaqit bermasdan yo'l chetida harakatlanish to'g'ri. Xuddi shu savolda rasmli holda ham kelgan. Demak, shundagi mayoqcha ishorasi yoqilgan transport vositasiga xalaqit bermasdan harakatlanamiz. Ko'rsatilgan belgi ostida qo'shimcha axborot belgisi qanday maqsadda o'rnatilgan? Belgining amal qilish hududida foto va video moslamalaridan foydalanish taqiqlanadi. Yo'q.
Davlat yo'l xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan harakat jarayoni foto va video kuzatuviga olingan yo'l qismini bildiradi. To'g'ri. Yo'naltirgichlar bilan ko'rsatilgan yo'nalishlarning qaysi birida harakat qilish mumkin? Ushbu holatda transport vositasi faqatgina to'g'riga harakatlanishi mumkin. Sababi transport vositasi chap tarafdagi uzluksiz sidirg'a chiziqni bosishi mumkin emas. Faqat to'g'riga. Transport vositalari chorrahani quyidagi tartibda kesib o'tadilar. Xo'p, ko'rishimiz mumkinki, yo'l belgiga qaraymiz. Asosiy yo'lda mototsikl va qizil avtomobil harakat qilmoqda, tramvay esa asosiy yo'lda emas. Endi mototsikl va tramvaydan qaysi biri birinchi harakat qilinadi degan savol qo'yilsa, bu holatda biz o'ng qo'l qoidasiga rioya qilamiz. Qizil avtomashinaning o'ng tarafida mototsikl bor. Ikkovi ham asosiy yo'lda. Demak, o'ng tarafdagi mototsikl birinchi harakat qilinadi. Undan so'ng qizil va oxiri tramvay. Chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Ushbu holatda ham o'ng qo'l qoidasiga rioya qilamiz. Yashil birinchi harakatlanadi. Yashil harakatlangandan so'ng ko'kni o'ng tarafi bo'shaydi. Bu holatda bir-biriga xalaqit bermayapti-ku degan savol qo'yishingiz mumkin, lekin yo'q. Chunki yashil ko'kni oldini kesib o'tyapti, ko'k bilan kesishadi harakatlanishi. Qizilniki esa qizil ham ko'k bilan. Demak, o'ng qo'l qoidasi bo'yicha harakat qilamiz bu yerda. Yashil o'tgandan so'ng ko'kni o'ng tarafi bo'shaydi va ko'k harakatga keladi. Oxirida qizil. Demak, ikkinchi bo'lib ko'k avtomobil o'tadi. Yo'lning yoritilmagan qismlarida qorong'u vaqtda to'xtaganda gabarit chiroqlari nosozlik bo'lsa, transportni yo'ldan tashqariga chiqarish, agar buni iloji bo'lmasa, mazkur qoidalarga binoan uni belgilash lozim degan javob to'g'ri bo'ladi. Bu savolni yodlab qolasizlar. Bu joyda to'xtash mumkinmi? Yo'q, to'xtash mumkin emas. Nimaga? Bekatlarda har qanday holatda 15 bekatdan oldin va undan keyin 15 metr masofada to'xtashimiz mumkin. Demak, ta'kidlangan bu joyda. Harakatlanish mumkin bo'lgan yo'nalish qaysi rasmda ko'rsatilgan? Yaqinroq qilamiz. Demak, chapdagi birinchi rasm xato, chunki qayrilib olish taqiqlanadi. Ikkinchi rasmda to'g'ri, ya'ni o'ngdagi yuqori o'ngdak. Uchinchi rasmda ham qayrilib olish bor, xato. Demak, o'ngdagi rasmda degan javob to'g'ri bo'ladi. Yo'l belgisiga e'tibor qildik-da. Orqa tomondagi tumanga qarshi chiroqlar quyidagi holatda qo'llanilishi mumkin. Kunning qorong'u vaqtida safda harakatlanishda yo'q, tonnellarda harakatlanishda yo'q, faqat yetarli ko'rinmaydigan sharoitlarda to'g'ri. Buni ham yodlab qolamiz. Qo'shaloq shinalar orasiga begona jismlar tiqilib qolganda transport vositalaridan foydalanishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. Sababi harakatlanish jarayonida ushbu toshlar chiqib ketib yoki tosh yoki jism, любой narsa tiqilib qolgan bo'lsa chiqib ketib, boshqa transport vositasiga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun taqiqlanadi. Demak, 21 savolni ham tugatdik. Ana endi 22 beletga o'tamiz. Birinchi savol 22 belet. Sariq avtobusning haydovchisiga chorrahaga chiqishga ruxsat etiladimi? Ushbu holatda ruxsat etilmaydi. Sababi tirbandlikni hosil qilishi mumkin. Taqiqlanadigan javob to'g'ri bo'ladi. Ruxsat etilgan harakatlanish yo'nalishini ko'rsating. Ushbu holatda B va V yo'nalishlariga harakatlanishi mumkin. Transport vositasi. Xo'p, ushbu holatda qiziq holat.
A va B yo'nalishiga demoqda. Xo'p, A yo'nalishiga. Demak, ushbu belgini ham a, A yo'nalishiga ham ta'sir qiladi. Ya'ni belgi o'z kuchini yo'qotishini bildirmoqda. O'zim ham hayron qoldim, nimaga bu holat? B yo'nalishiga aniq harakatlanadi. A yo'nalishiga qanaqa? Demak, tushunishim bo'yicha ha, bo'ldi, bildim. Xo'p, biz oldin aytganmiz, mana bu yo'l belgisi faqatgina to'g'riga harakatlanish mumkinligini bildiruvchi yo'l belgisida qo'shni hovlilarga, benzin kolonka, shunga o'xshagan ijtimoiy joylarga kirishga ruxsat etiladi degandik. B yo'nalishiga esa to'g'risi mana V yo'nalish tanlaganim sababi mana bu belgi ta'sir qilmasligi. Ushbu belgida barcha yo'l belgilarining kuchi yo'qoladi. Shundan kelib chiqqan holda B va Bni belgilagandim, lekin vaholanki A va B bo'lib chiqdi. Xato qilamiz. Va men A nima uchun bo'lganligini tushundim. Sababi bu yo'l emas, qaytam qo'shni nima desa bo'ladi? Chorraha hisoblanmaydi-da. Bu mahallaga yoki ko'chaga kirib ketmoqda. Shu tufayli A yo'nalishiga ruxsat beradi. Chunki ushbu belgida mahalla va ko'chalar burilishi mumkin. Benzin kolonkaga, magazinga, shunaqa narsa. Tushunarli. Lekin faqat o'ng tarafga mumkin-da. Shuning uchun V ga mumkin emas. Men mana bu belgiga e'tibor qildim-da. Shu shag'ir qo'ydim. Mayli. Qaysi belgi faqat oyning juft kunlarida to'xtab turishni taqiqlanishi anglatadi? Albatta 5-chi bo'ladi. Tog' bo'lsa 4 bo'ladi. Bu yo'l belgisi shu tezlikdan kam emas, undan yuqori harakatlanishni bildiradi. Faqat belgida ko'rsatilgan yoki yuqori tezlikda harakatlanishga ruxsat beradi. Chorrahani oxirgi bo'lib kesib o'tadi. Boyagi savol qaytib keldi. Bu holatda qizil. Sababi yashil birinchi o'tadi, o'ng qo'l besh, keyin yashil o'tgandan keyin ko'kda o'ng qo'l taraf bo'sh edi, u yuradi va oxirida qizil yuradi. Haydovchi ko'zi qamashgan taqdirda quyidagilarni bajarishi shart. Qatnov qismining iloji boricha o'ng tomonga o'tib to'xtatishi, ko'z qamashganda avariya xavf tashuvlarini yoqishi va harakat bo'lagini o'zgartirmagan holda tezlikni kamaytirish va to'xtashi. To'g'ri. To'xtash yo'li deb nimaga aytiladi? Xavfning haydovchiga ma'lum bo'lgan paytdan tormozish boshlanguncha avtomobil o'tilgan masofa. Yo'q. Avtomobilda xavfning haydovchiga ma'lum bo'lgan paytdan boshlab to'la to'xtashga qadar o'tilgan masofa. To'g'ri. Transport vositalarida sun'iy yoritilgan tunnelda harakatlanayotganda qanday yoritish asboblari yoqilishi kerak? Faqat uzoqni yorituvchi fara chiroqlari, uzoqni yoki yaqinni yorituvchi fara chiroqlari, yoritish chiroqlari, uzoqni yoqish. Ularni qo'shilsa asosiy qiladi. Avtomobilda tibbiyot qutchasini qayerda saqlash lozim? Tayyorlovchi korxona tomonidan belgilangan joylarda, berk holatda. Yuk tirkamasida odam tashishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi tirkamada. Demak, bugun bizni bu oxirgi 22-savolimizda oxirgi taqiqladim. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kamchiliklar uchun uzr. Jonli efirlarni testlar tahlil qilib bo'lganimizdan so'ng boshlaymiz. Tushunganinglar uchun rahmat. Shuning uchun
ikkinchi savolimiz xato ketib qoldi. Endi biz ham xato qilib turamiz. Demak, keyingi tahlillarimiz yana 3 ta belgi tahlil qilamiz. YouTube va TikTokda joylab boramiz. E'tiboringlar uchun rahmat, sog' bo'lasizlar.